To'g'ridan to'g'ri oshqozoniga modda jo'natiladi Shuni sertifikati bormi sizlarda? va o'lim holati kuzatilmasligi kerak. Bir qismda dori tomizganligini biza ko'rish, mana ko'z bizda dengiz cho'chqachalari, bizda dengiz cho'chqachalarida ovqat iste'mol qilishida, suv iste'mol qilishida terisi sezgirligi juda yuqori. O'sha hayvonlarga ozor beryapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Rahmat, sekin. Qo'lida bera olasizmi? Marhamat. Shuni sertifikati bormi sizlarda? Sifat va xavfsizligini ta'minlovchi sertifikati. Sizga nima uchun kerak? Shunchaki tekshirmoqchi edim, xavfsizlik va anaqasini nazoratdan o'tmaganligini. Bo'ldi. Birpas kutib turing, hozir qilib beramiz. Aha. Mana hozir so'ralgan dorini sertifikatini oldik. Ya'ni tegishli seriyadagi sertifikatini sifat va xavfsizlik nazorati bo'yicha. Bugungi kursimizda ushbu sertifikatlar qanaqa olinishi va dorilar sifat va xavfsizlik bo'yicha qanaqa tekshiruvlardan o'tishini bugungi kursda yoritib beramiz. Do'stlar, mana biz hozir sertifikatlash markaziga yetib keldik. Bugungi kursda ushbu markazda dori vositalarini xavfsizligi hamda sifatini qanday tekshirilishini ichkarida birgalikda kuzatamiz. Bunda bizga Abror aka yaqinda yordam beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Abror aka, yaxshimisiz? Abror aka, ushbu markaz haqida qisqacha aytsangiz, ushbu markazda qanday jarayonlar amalga oshiriladi? Xo'p, bu farmatsiya innovatsiya markazi laboratoriyamiz OSDSda ISO 17025 standartiga asoslanib ish yuritadi. Ya'ni bunda bizda dori vositalari, bundan tashqari kosmetika, oziq-ovqat mahsulotlari sinov jarayonidan o'tkazilib, sertifikatsiyalar beriladi. Sinov namunalarimiz o'zimizning maxsus xodimlarimiz tomonidan olib kelinib, shu tekshiruv jarayonlariga topshiriladi va talab qilingan analizlar, ya'ni talab qilingan jarayonlar boshlanadi. Hozir jarayonlarni ichkarida birgalikda kuzatamiz. Ko'rib chiqsak bo'ladi, bemalol. Ko'rib turgan laboratoriyamiz asosan 3 qismdan tashkil topgan, ya'ni fizik kimyoviy tahlil laboratoriyasi, farmakologiya va mikrobiologiya bo'limlaridan tashkil topgan bo'ladi. Do'stlar, mana biz hozir eng qiziq bo'limlardan biri toksikologiya bo'limiga keldik. Hozir bu bo'limda Zafar aka bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Zafar aka, hozir toksikologiya bo'limida bu hayvonlarda tekshiruv olib boriladi, to'g'rimi? Shu jarayon haqida bir qisqacha aytib bersangiz, ya'ni ish faoliyatingiz nimadan iborat? Toksikologiya bo'limida tajribalar o'zi odatda 3 ta asosiy yo'nalishda olib boriladi. In vitro hujayra darajasida, in vivo organizm darajasida va in silico kompyuter texnologiyalar asosida dastlabki sinovlardan o'tkaziladi. Lekin bular ichida eng ishonchlisi bu in vivo tekshiruv usuli hisoblanadi. Asosan oqsichqon, kalamush, quyonlarda va dengiz cho'chqachalarida sinovdan o'tkaziladi. Ushbu toksikologiya laboratoriyamizda xuddi shu talablar asosida tajriba hayvonlari ko'paytiriladi va sinovlar amalga oshirish uchun yo'naltiriladi. Hozir sinovlarni amaliyotda birgalikda ko'rsak bo'ladi, buning imkoni bor-a? Amaliyotda xuddi shunday, hozir jarayonni bevosita jonli tarzda ko'ramiz. Dori vositalari o'zi ikkita asosiy guruhi bor: qattiq dori shakllari va suyuq dori shakllari. Qattiq dori shakllariga odatda eng ko'p ishlatiladiganlari tabletka, kapsula, draje shakldagi dori vositalari bo'lsa, yoki sasha paket ko'rinishida ishlab chiqariladigan dori vositalar, ularning ko'pchiligi enteral usulda dori vositalari yuborilib, xavfsizligi baholab chiqariladi. Mana shular ichidan bittasini misol tariqasida bir namunani biz enteral usulda yuborib, xavfsizligini baholaymiz. Ya'ni u kerakli miqdorda va hajmda tayyorlangan enteral usuldagi dori vositalarini oqsichqonlarda og'iz orqali yuborib baholaymiz. Maxsus metal zond yordamida to'g'ridan to'g'ri oshqozoniga modda jo'natiladi va ular o'sha kerakli hajmda oshqozonga yuborilgandan keyin o'sha kuzatuv davri davomida sinovdan o'tkaziladi. Maxsus bo'yoq orqali bo'yaladi, markirovka qilinadi va bu moddalar xavfsizligi shu orqali baholanadi. Bu tabletka ko'rinishdagi, qattiq ko'rinishdagi dori vositalari. Shakldagi dori vositalari uchun xarakterli hisoblanadi. Suyuq holatdagi dori vositalari ular vena orqali deydi. Suyuq orqali dori vositalar o'zlar venaga yuborilib, shu xavfsizligi baho beriladi. Bular hozir dori yuborilgan sichqonlar bu odatda necha kun davomida kuzatiladi?
Hozir bu sinov namunamizda 7 sutka davomida dori vositalari xavfsizligi sinovdan o'tkaziladi. Ya'ni bu vaqt davomida asosiy e'tibor beradigan ko'rsatkichlar. Ular ozuqa va suvni qabul qilishida patologik o'zgarishlar bo'lmasligi kerak, tana massasi kamaymasligi kerak va o'lim holati kuzatilmasligi kerak. Ya'ni 3 ta mana shu ko'rsatkichni 7 sutka davomida sinovdan o'tkazamiz. Agar shu 3 ta ko'rsatkichga patologik o'zgarishlar yuzaga kelmasa, bu dori vositani xavfsiz deb berishga asosimiz yetarli bo'ladi. Shunaqa holatlar ham bo'lganmi Zafar aka? Ya'ni hozir 3 ta holat kuzatamiz do'st. Ya'ni 3 ta holati ham talabga javob bermaydigan holatlar. Ya'ni o'lim holati deymiz yoki boshqa holatlar. Bunaqa holatlar uchrab turadi. Me'yoriy hujjatda, masalan, o'sha sinovda kuzatilayotgan ba'zi bir dori vositalarida biza bittasida agar o'lim holati kuzatilsa, xuddi shu sinov takroriy yana shuncha miqdordagi hayvonlarda sinovdan o'tkaziladi, yana kuzatiladi. Agar shu kuzatuv davri davomida agar o'lim kuzatilmasa, bunga xavfsiz deb berishimiz mumkin. Agar yana bittasida yoki undan ko'p o'lim kuzatilsa, bu dori vositalar уже xavfli hisoblanadi va amaliyotga tatbiq qilishga qarshi ko'rsatma hisoblanadi va bu dori vositalarini brak sifatida amaliyotga qo'llashga ruxsat berilmaydi. Agar bunaqa dori vositalari sotuvga chiqarilib ketsa, agar bu inson organizmiga zarar ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni shuni oldini olish uchun ham xuddi shu maqsadda bu sinovlar o'tkaziladi. Chunki seriyalar ko'p hajmda chiqarilganligi uchun har bir seriyalarni takroriy sinovdan o'tkazish talabi qo'yilgan. Shu talab bo'yicha biz har bir seriyaga xulosa beramiz. Demak, keyingi tadqiqotlarimiz aynan pirogenlik va mahalliy qitqilovchi ta'sirini baholashni sinovda o'tkazamiz. Ushbu sinovlar quyonlarda amalga oshiriladi. Hozir sizlarda ushbu jarayonni amalda ko'rsatamiz. Buning uchun bizda vivari sharoitda quyonlarimiz sog'lom quyonlarda tajribalar amalga oshiriladi. Bunda quyidagi holatda, ya'ni tajriba quyonlarida ko'z tomchilarini sinovdan o'tkazishni amalga oshiramiz. Ya'ni ko'z tomchilari tajriba quyonlarida ko'zga tomizilgan holatda 3 sutkagacha davr muddat davomida aynan ularda ko'zda qizarish, shish, toshma toshishi, chandiqlar paydo bo'lishi yoki yiringli jarayonlar sodir bo'lish bo'lmasligini biz sinovdan o'tkazamiz. Buning uchun tajriba quyonlarida ko'z tomchilari odatda ularda ikkita ko'zda, ya'ni o'ng ko'z yoki chap ko'z desak, bizda agar o'ng ko'zga dori tomizsak, chap ko'zi bizda nazorat sifatida foydalanadi. Ya'ni bir qismda dori tomizganligini biza ko'rish, mana ko'z qopchasida, ya'ni qovoqda, ko'z qopchasida dori 1-2 tomchi tomiziladi va bu ko'z olmasida shimda to'ydirilgandan keyin, demak, o'ng ko'zga agar biz dori tomizsak, bizda chap ko'zimiz nazorat guruhi hisoblanadi. Ya'ni nazorat guruhida odatda u ko'z bilan solishtiriladi. Ya'ni ikkala ko'zdagi farq yaqqol bilinadi. Ya'ni qizarish mavjudligi, mana ko'z gavhari va ko'z qorachig'ida o'zgarish bor yo'qligi yaqqol tajribalarda ko'rinadi. 3 sutka davomida bu sinov kuzatuvida amalga oshiriladi. Kuzatuvdan ijobiy chiqqan quyon agar ijobiy chiqsa, biz bu ko'z tomchilariga ijobiy xulosa berishimiz mumkin. 3 kun davomida kuzatiladi. 3 sutka davomida kuzatiladi. Ya'ni bu dori quyilmagan ko'zi bilan bu ko'zi bir xil holatda bo'lishi kerak, to'g'rimi? Odatda dori mana tomizayotgan paytda ba'zi bir holatlarda agar dorini asosiy erituvchisi fiziologik eritma bo'lsa, nativ holatda, ya'ni bizda ikkinchi nazorat ko'zi aynan fiziologik eritmada bir tomchi tomizilib, shu ko'z olmasidagi ta'siri baholanadi. Ya'ni ba'zi holatlarda dori vositasi emas, uni erituvchisi ham ta'sir yuzaga keltirishi mumkin. O'sha uchun odatda erituvchisi ham sinovdan o'tkaziladi. Shu moddani. Hozir ko'z kaplisi bunga sinov. Bu ko'z tomchilari. Ko'z tomchilari. Ko'z tomchilari o'zi tomizilayotgan paytda ham dastlabki holatda ham bilinadi. Ya'ni agar ko'zda achishish, qizarish bir narsa bo'lsa, ular darrov qarama-qarshi ko'rsat belgilari yuzaga kela boshlaydi. Ya'ni ko'zni yuma boshlaydi, tez qovoqlarni yumilish holatlari kuzatiladi. Bu holatda mana dori tomizgandan keyin mana taxminan hozir 1 daqiqaga yaqin vaqt davom etdi. Lekin unaqa tez ko'zni yumish yoki ta'sirlanish belgilari bizda yuzaga kelmayapti. Dastlabki holatdagi, dastlabki ko'rinishda. Endi bu yana 3 sutka davomida kuzatiladi. Ko'z tomchisi, sotuvdagi ko'z tomchisi o'zi, ya'ni bu qizil rangda o'zi asli. Shunaqa. Maxsus bo'yoq yo'q qo'yilmagan. Yo'q, dori ta'sir ko'rsatuvchi modda o'zi shunaqa rang kiradi. Ha. Endi keyingi tajribamiz
Bu aynan tajriba quyonlarida piragenlikni baholash. Ya'ni bizada flakon ko'rinishidagi yoki ampulla ko'rinishidagi dori vositalarini quyonlarni quloq venasida dori vositasini yuborilib 3 soat davomida sinovdan o'tkaziladi. Ya'ni bu yerda nima qilinadi? Bizada tajriba hayvonlari shu dori vositasini sinovga o'tkazish bosqichi davomida dastlab hayvonlar tayyorlanadi. Bir hafta davomida kuzatuvda bo'ladi. Temperaturasida o'zgarish bo'lmasligi kerak, massasi kamaymasligi kerak, pasaymasligi kerak va massasi pasaymagan va kuzatuvda bo'lgan mana bu yerda mana 16, 17 va 18 raqamdagi tajriba yashiklarimizda quyonlar o'sha tajriba uchun tayyorlangan. Bu yerda 20 ga yaqin quyonlar tayyorlanadi bu narsaga. Namuna soniga qarab har bir namunada kamida 3 ta hayvon sinovdan o'tkaziladi. Mana misol tariqasida bu yerda o'zi 16 raqamdagi raqamlangan katakdan quyonlarda quloq venasida dori vositasini o'tkazib sinovni davom ettiramiz. Bu sinov aynan dori vositasini qaysi xususiyatini tekshirish uchun? Bu piragenlik deyiladi. Ya'ni agar ampulla yoki flakon tarkibida piragen moddalar bo'lsa, u darrov temperatura ko'tarilishi bilan baho beriladi. Ya'ni piragen degani o'sha eritma tarkibida bakteriya yoki mikroorganizm mavjud. Ya'ni agar bakteriya mikroorganizm mavjud bo'lsa, organizm sразу unga qarshi reaksiya ko'rsatib, tana haroratining ko'tarilishi bilan javob beradi. Ya'ni bizada agar dori vositasi xuddi shunday tana harorati ko'tarilishi bilan javob bersa, biz ishlab chiqaruvchini bu haqda ogohlantiramiz. Ya'ni dori vositalari piragen, buni amaliyotda qo'llashga ruxsat berib bo'lmaydi deb. Zafar aka, bu hozir qanaqa hayvon turi bu? Bu yerda dengiz cho'chqachalari, bizada dengiz cho'chqachalarida odatda allergiyaga qarshi faollik tekshiriladi yoki sensibilizatorlovchi faollik deymiz. Ya'ni bu faollik uchun asosan mos hayvonlar bu dengiz cho'chqachalari hisoblanadi. Dengiz cho'chqachalari odatda qaysi dori vositalari yoki moddalarga nisbatan sinovdan o'tkaziladi deganda, odatda bular med izdeliyalar, ya'ni tibbiyot anjomlari uchun, ya'ni tibbiyot anjomlariga nimalar kiradi bu yerda? Asosan leykoplastrlar, undan tashqari mana perchatkalar, undan tashqari bizada yana maz, krem, ya'ni yumshoq dori shakllari deymiz, gel ko'rinishidagi dori vositalar ba'zi insonlarga mahalliy o'sha allergiya chaqirish, qizarish, shish, toshma-tosh belgilari yuzaga keltirishi mumkin. Ana shunaqa xossaga ega bo'lgan yoki tibbiy anjom uskunalarida shunaqa faolligi mavjud bo'lgan birikmalar dengiz cho'chqachalarida sinovdan o'tkaziladi. Sabab aytdik, yuqorida ham dengiz cho'chqachalari aynan shu sensibilizatsiyalovchi faollikka juda yuqori sezgirlikka ega bo'lgani uchun aynan bularda sinovdan o'tkaziladi. Zafar aka, mana hozir sinov uchun toksikologiya bo'limida mana hayvonlarni ko'ramiz: quyon, oqsichqon va dengiz cho'chqachalar. Menda shu savol tug'ilyaptiki, nimaga aynan shu hayvonlar olingan, boshqa hayvonlar emas? Shuni bir tushuntirib bersangiz. Tajriba hayvonlari odatda birinchi navbatda ular genetik jihatdan odamga yaqinroq. Ya'ni oqsichqon, kalamushlar genetik jihatdan odamga yaqinroq. Ya'ni ulardagi o'zgarishlar har qanaqa berilayotgan doza odamda o'z ifodasini namoyon qilgan. Masalan, bezararlik bo'yicha yoki spesifik faollik bo'yicha. Piragenlik bo'yicha qondagi o'zgarishlarda darrov sezgir bo'lgan jonzotlar bu quyonlar hisoblanadi. Teri va shilliq qavatlarga ta'siri bo'yicha. Allergik reaksiyalarga sezgirligi bu allergenlarga nisbatan javob reaksiyasining eng yuqori pik nuqtasini namoyon qiladigan hayvonlar bu dengiz cho'chqachalari hisoblanadi. O'sha uchun sensibilizatsiyalovchi faollik dengiz cho'chqachalarida, piragenlik xossasi quyonlarda, bezararlik va spesifik faollik ko'proq oqquyon, oqsichqon va oq kalamushlarda sinovdan o'tkaziladi. Ya'ni sinovlarning natijasi o'ta darajada aniq chiqish uchun aynan shu hayvonlar tanlangan, to'g'rimi? Xuddi shunday. Tushunarli. Zafar aka, mana bizani hozir ko'rayotganlarda savol tug'ilishi mumkin, noto'g'ri fikr ham uyg'onib qolishi mumkin. Bular o'sha hayvonlarga ozor beryapti, qiynab tajriba o'tkazyapti degan holatlar bo'lishi mumkin. Bu o'zi hammasi qonun asosida olib borilayotgan ishlar, to'g'rimi? Shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Xuddi shunday, bizada nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda ham butun dunyo xalqaro Vena konvensiyasi bor, umurtqali hayvonlarni himoya qilish to'g'risida va O'zbekistonda ham aynan xalqaro o'sha laboratoriya amaliyoti ko'rsatkichlari bo'yicha iloji boricha hayvonlarda tajriba o'tkazish aynan ruxsat berilgan hayvonlar bizda O'zbekistonda shu oqsichqon, kalamush,
dengiz cho'chqachalari, quyonlarda tajribalar o'tkazishga ruxsat berilgan. Iloji boricha minimal hayvon ishlatish, beozor holatda, ya'ni ortiqcha ziyon keltirmasdan holatda ishlatishga ruxsat berilgan va aynan nima uchun shunaqa narsa? Ya'ni bu tajribalarni yuqorida aytdik, biz in vitro yoki in silico usulda ham o'tkazish mumkin. Lekin ulardagi natijani samaradorligi tajriba hayvonlarda o'tkazilgandagiday yuqori natija ola olmaymiz. Aynan shu maqsadda tajriba hayvonlarda o'tkazib, hammasi insonlar salomatligi, insonlar xavfsizligi uchun bo'lganligi uchun minimal darajadagi hayvonlarda bu sinovlarni o'tkazishga ruxsat berilgan.